Bir murabbiy 20 ta kubok, 10 yil. U kechagina mag'lubiyatga uchratgan jamoa ketma-ket 5 ta kubok finallarida gol ura olmay kelyapti. Himoyachi hujumchilarning 99%ni to'xtatib qoladigan yagona burchakni yopishga ulgurdi. Lekin Semenyo to'pni oyoqlari orasidan dumalatib yubordi va shunda orqasiga tepib, darvozaning uzoq burchagiga to'g'rilab qo'ydi. Manchester City Liga Kubogi yoniga Angliya Kubogini ham qo'shib qo'ydi. Yana bitta chempionlik va ichki treble tayyor. Chelsea'da esa 5 ta final, lekin bitta ham gol yo'q. Kamiga kelasi mavsumdagi Yevropa futbolidan ham mahrum bo'lyapti. Himoyachi hammasini to'g'ri qildi. Muammo ham shu edi. Manchester City'da kuboklar soni 2 taga yetdi. Bitta o'yin qoldi. Yutsa treble sari davom, yutqizsa boriga baraka. Har qanday holatda ham Chelsea 5 ta finalda gol ura olmay qolib ketyapti. Uzoqqa ketmang. Taqibda qoling. Mana endi ko'rdim. Qutlug' qadam, paxtakor.